Assalomu alaykum, Dilrabo xonim opajonim, yaxshimisiz? Ha, rahmat. Valashmoqda. Avvalambor opajonim, bugungi quvonchli kuningiz, payg'ambarimizga umid bo'lgan tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat sizga ham, umringiz uzoq, tanu joningiz sog' omon bo'lsin. Doimo oila a'zolar va yaqinlar baxtiga o'zingizni ehtiyot qilib yurishingizni tilab qolamiz. Rahmat. Opajonim, ayni daqiqalarda biz sizni tabriklar TV teleradio loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Va mana shu loyihaning boshlovchisi Go'zalxon bilan jonli tarzda muloqotda bo'lib turibsiz. Ha, rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Minnatdormiz. Bizning loyihamizga bugungi tavallud ayyom shukrona kunlaringiz munosabati bilan sizni qutlash hamda muborakbod etish maqsadida eng yaqin insoningiz tomonidan sizga o'qib eshittirishim kerak bo'lgan tabrik nomalar o'rin olgan. Sizningcha ushbu tabrik nomalarni yaqinlaringiz orasidan aynan kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Ha, bilmasam. Taxminlaringiz bormi, opajon? Opalarimmikin, singillarimmikin. Sizni bugungi tavallud ayyom bilan judayam qattiq yaxshi ko'rib qadrlovchi, hurmat qilguvchi, eng qadrli va yaqin bo'lgan dugona joningiz Xosiyatxon opamiz nomlaridan hamda yaqin oila a'zolaringiz va mehribonlaringiz, qadrli dugona jonlaringiz Umidaxon, Masudaxon, Muattarxon, Shahnozaxon, Muslimaxon hamda Manzuraxon opamiz bugungi tavallud ayyom bilan sizni muborakbod etib qolishdilar. Ha, rahmat. Jonlari sog' bo'lsin, baxtimga sog' bo'lsin. Hammalari katta rahmat. Ilohim aytganingiz kelsin. Ijozat bersangiz, mana shunday qadrli dugona joningizni tavallud kuningizga atab yo'llanilgan tabriknomalarni sizga o'qib eshittirsak maylimi? Mayli, rahmat. Minnatdormiz. Diqqat qilasiz unda. Assalomu alaykum, qalbi go'zal, mehribon, qadrli bo'lgan hayot yo'llarimda men uchun eng aziz va qadrli bo'lgan insonim, aziz dugona jonim. Bugungi tavallud ayyom shukrona kunlaring muborak bo'lsin, umring uzoq, tanu joning sog', omon bo'lsin. Qalbing hech qachon ozorlar ko'rmasin. Nimaiki orzu umidlaring, istaklaring bo'lsa, Allohimdan ro'yobini so'rab qolaman. Joyi baxt, abadiy yoshlik va go'zallik, cheksiz quvonch, mehr oqibat, ko'tarinki kayfiyat hayot yo'llaringda doimo senga hamroh bo'lsin inshaalloh. Mening baxtimga ham doimo omon bo'lgin. Aziz dugonajonim, seni judayam qattiq yaxshi ko'raman va hurmat qilaman. Xonadoningda chiroyli, barakatli kunlarni Allohim davomli qilsin. Har doim yuzingda kulgu, hayot yo'llaringda esa baxt seni quchib tursin. Tavallud kunlaring yana bir bora muborak bo'lsin. Suhbatdan charchamay kecha-yu kunduz siz bilan maroqli o'tar har onim. Sirdoshim, suyanchim mening yonimda yaxshiyam borsiz-da dugonajonim. Sizni yo'qlamasin, yiroq yursin g'am qop-qora ko'zingiz, baxtdan bo'lsin nam. Mehringiz sezaman. Bir ko'rmasam ham yaxshiyam borsiz-da dugonajonim. Ko'nglimda ne bo'lsa barini bilib, qo'ng'iroq qilasiz holimni so'rab, qaniydi qolsangiz yonimda bo'lib, yaxshiyam borsiz-da dugonajonim deya mana shunday ajoyib bo'lgan tabriknomalarni loyihamizga sizni judayam qattiq yaxshi ko'rib qadrlovchi, eng qadrli va yaqin bo'lgan insoningiz, qadrli dugona joningiz Xosiyatxon opamiz va yaqin oila a'zolaringiz ushbu tabriknomalarni aynan siz tomon yo'llab qolishibdilar. Opajon. Rahmat. Jonlari sog' bo'lsin, baxtimga sog' bo'lsin hammalari. Ilohim. Kattakon rahmat. Rahmat sizga ham. Opajonim, salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Mana shunday yaqinlar baxtiga o'zingizni doimo ehtiyot qilib yuring. Tavallud ayyomlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. Rahmat. Sizlarga ham jonlaringiz sog' bo'lsin. Shunaqa yaxshi kunlarda tabriklarni yo'llab turibsizlar. Kattakon rahmat sizlarga ham. Minnatdormiz. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Baxtli bo'lsinlar. Sog' salomat bo'lsinlar.